Telefonda o'ynashga normalniy o'yinlar bor. Play Marketdagi o'yinlardan zerikdim. Bo'ldi o'zi, sizdagi mana shunaqa o'yinlardan zerikib qolganlar uchun maxsus ikkita o'yin topib qo'yganman. Bu o'yinni o'ynab maza qilasizlar. Birinchi o'yinimizda xuddi shunaqa samolyotni boshqarish atmosferasiga kirasiz. Xuddi haqiqiy samolyotdagi eng zo'r taraf qaranglar. Telefonni bunday chapga o'ngga bursanglar buriladi. Tepaga pastga qiladigan bo'lsangiz mana samolyotni tepaga pastga tushishi ham boshqariladi. Xuddi haqiqiydagi boshqarasizlar maza qilib. Ikkinchi o'yinda bo'lsa avtomobilni olib sotasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, qishloqqa kelasizlar. Mana shunaqa avtomobillar narxini kelishasizlar. Keyin sotib olamiz. Endi bu avtomobilimizni xohlasak arendaga berib yuboramiz, xohlasak tuning qilib qimmatrog'iga sotib yuboramiz. Shunaqa qilib maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bu o'yinlarni yuklab olish uchun Instagram profilim shapkasiga o'tib, bu yoqdan ilova Xuz bot joyiga bosamiz. Xuddi shu joydan yuklash joyiga bosib, mana shu silkaga bosasizlar. Keyin botga start bosib, o'yinlar joyiga bosamiz. Entiga tushamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin samolyot o'yin hamda avtomobil olib sotish o'yinini ham tashlab qo'yganman. Undan tashqari bu yoqda boshqa qiziqarli o'yinlarni ham yuklab olsanglar bo'ladi. Mana shu o'yinlarni o'ynang. Boshqa boshimni ortmang. Sizlar ham o'rtoqlar mana shu o'yinlarni o'ynab ko'ringlar. Aniq mazza qilasizlar. Videoni saqlab mana shunaqa o'yinlarni yaxshi ko'radigan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.